Guliston kasbiy ko'nikmalar markazida bugungi kunga kelib 25 ta yo'nalish bo'yicha o'quv kurslari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Endilikda markaz o'quvchilari vaucher tizimi asosida hunar egallash imkoniga ega bo'lishadi. Navbatdagi lavhamizda kasbiy ko'nikmalar markazidagi joriy etilgan yangi imkoniyatlar haqida batafsil tanishasiz. Guliston kasbiy ko'nikmalar markazida yigit-qizlar uchun turli xil yo'nalishlar asosida o'quv kurslari yo'lga qo'yilgan. O'quv markazida o'quvchilar tikuvchilik, oshpazlik, qandolatchi, santexnik va chilangarlik ishlari ustasi, payvandlash ishlari ustasi kabi 25 ta kasb hunariga jalb etilgan. O'quv xonalari zamon talablari darajasida jihozlangan. O'quv mashg'ulotlari malakali mutaxassislar tomonidan nazariy hamda amaliy tarzda olib boriladi. Guliston kasbiy ko'nikmalar markazida vaucher tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, mazkur tizim asosida o'qitish xarajatlari bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Ushbu tizim rasmiy daromadga ega bo'lmagan, ish qidirayotgan fuqarolar uchun kasb hunar va xorijiy tillar kursida o'qish imkonini beradi. Guliston kasbiy ko'nikmalar markazini umuman o'sha markazlarni bitirgan bitiruvchilarga sertifikatlar taqdim qilinadi va sertifikatlar muhtaram yurtboshimizda 4804 sonli qarorlari asosida kasb hunar kollejlari bitiruvchilariga berilgan diplomga tenglashtirilgan va u ishlash huquqini beradi. Bundan tashqari bizda markazda o'qib, kasb hunar sirlarini o'rganilgan xorijga mehnat migratsiyasiga bormoqchi bo'lgan fuqarolarga ham imkoniyatlar yaratilgan. Jumladan viloyat tashqi mehnat migratsiyasi viloyat filiali mana shu markazda joylashtirilgan va bu ham o'ziga xos qulaylik yaratadi fuqarolarimizga. Biz har o'qishni bitiradigan bitiruvchilarimizga o'sha tashqi mehnat migratsiyasidagi chet eldagi bo'sh ish o'rinlari, viloyatdagi mavjud vakansiyalar haqida ham ma'lumot berib, ularni ishga joylashtirish choralarini ham ko'rib boramiz va ularni hayotda o'z o'rnini topishiga hissa qo'shib kelamiz. 2025-yil Vazirlar Mahkamasining 527-sonli qarori asosida vaucher tizimiga o'tilishi belgilandi va bugungi kunda vaucher tizimi asosida o'qishlarni boshlash imkoniyati yaratildi. Vaucher bu ishsiz va band bo'lmagan aholiga, kambag'al reyestrda turgan oilalar farzandlariga, o'zlariga o'qish uchun berilgan imkoniyat. Bunda 100% bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hisobidan fuqarolarimizga to'lov pullari to'lab beriladi. Ma'lumot o'rnida Guliston kasbiy ko'nikmalar markazida o'qish muddati 1 oydan 6 oygacha bo'lgan muddatni tashkil etib, bitiruvchilarga belgilangan davlat namunasidagi sertifikat beriladi. 4 xil yo'nalishda hozirgi kunda svarka turlarini o'rganyapti, payvandlash turlarini. Bunda elektr payvandlash yo'nalishimiz bor, pol avtomatimiz bor, 135, 136 ikkita turdagi gazli va gazsiz turdagi pol avtomatlarimizni o'rgatamiz va eng hozirgi dolzarb ketayotgan argon svarkani, ya'ni svetnoy metallarni, rangli metallarni payvandlash uchun argon svarkamiz bor. O'sha o'rganib chiqishadi. Markazimizda yangilik, hozirgi vaqtda bandlikka ko'maklashish markazidan bizga band bo'lmagan aholi kelib bepul vaucher tizimida o'qishyapti. Migratsiya xizmati orqali davlatimiz tarafdan Yevropalarga ketayotgan yigitlar mana asosan pol avtomat bilan argon svarkasini o'tib ishlatishyapti. Guliston kasbiy ko'nikmalar markazida ko'plab yo'nalishlar bo'yicha qabul jarayonlari rejalashtirilgan bo'lib, bu esa o'quvchilarning kasb hunar tanlashlarida yangi imkoniyatlarni yaratadi.